Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytadilarki: "Al mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Inson o'z do'stining dinidadir. Bas, har biringiz kim bilan do'st bo'layotganingizga qarasin. Abu Dovud, Termiziy rivoyatlari. Kishining yaxshi do'sti unga atir sotuvchi kabi bo'ladi. Unga beradigan ilmi, odobi, tarbiyasi, muomalasi xuddi xushbo'y hidga o'xshaydi. Yomon do'st esa temirchiga o'xshaydi. Kiyimingni kuydiradi, yomon hid yuqadi. Sahih Buxoriy va Sahih Muslimdan keltirilgan ushbu hadislar. Ulamolarimiz shuning uchun aytadilarki, olimlar bilan suhbat qilish insonning odobi va ilmini oshiradi. Chunki kishi ularning axloqi va bilimi ta'sirida tarbiya topadi. Boylar bilan ko'p o'tirish esa, agar inson dunyo va dunyoviy narsalarga berilib ketsa, qalbning qattiqlashishiga sabab bo'ladi. Chunki boy insonlar moddiy narsalar haqida juda ko'p gapirishadi. Osiylar bilan yurish, gunohkorlar bilan yurish esa yengiltaklik va gunohga moyillikni ko'paytiradi. Kishini qalbida insonlar gunoh qilayotganligi ko'rinaveradigan bo'lib qoladi va ana shu gunohkorlardan ta'sirlanadigan bo'ladi. Solih insonlar bilan do'st bo'lish esa taqvo va parhezkorlikni ziyoda qiladi. Inson ular kabi yaxshilikka harakat qiladi, musobaqa qiladi, o'rganadi, tarbiyalanadi. Hikmatli kishilar bilan suhbatlashish insonning qadrini ulug' qiladi. Bo'lar bo'lmas gaplarni gapirmaydigan bo'ladi. O'zining maqomini, darajasini anglab yetadi. Chunki ular to'g'ri fikrlash va oqilona yo'l tutishni o'rgatadi. Shuning uchun o'z holingizga nazar soling va do'stingizni holini tafakkur qilib ko'ring.